827 dollar, ya'ni so'mda 9.970.000 so'm. Navbatdagi omad qushi boshiga qo'ygan Quvvatbay Paraxatov treyderimizni pul yechyaptilar. Umumiy hisobda 3300 dollar pul yechdilar. Keyin yaqinroqdan tanishtiraman sizlarga. Quvvatbay, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qaysiz? Quvvatbay, bu safar siz bilan sal boshqaroq intervyu qilamiz. Boshlang'ich treyderlar, boshqa treyderlarga ham o'zingizni bir strategiyasi haqidami, savdolaringiz haqida ozgina qisqacha ma'lumot bersangiz. Endi ko'pchilik sizni taniydi baribir. Men Nukusli Quvvatbay Paraxatov, Nukusli treyderman. Tradingni 3 yildan beri shug'ullanaman. O'zim strategiyam основной ICT bo'yicha shug'ullanaman. Birinchi направление aniqlayman, главный likvidностьlarda. Odan kiruvchi boshqa izlab paslayman-da kiruvga. MTFund Trader Prop kompaniyasi to'g'risida fikringiz va boshqa treyderlarga qanaqa maslahat berasiz? MTFund Trader Prop kompaniyasi 24 soatning ichida pul tushirib berdi. Gap yo'q, qo'llab-quvvatlovda zo'r. Keyingi treyderlaringizga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa, keyingi kattaroq payotlaringizda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Agar siz ham shu akamizga o'xshab 500 dollardan 3000-4000 dollar atrofida daromad qilmoqchi bo'lsangiz, MTFund Trader Prop kompaniyasi saytiga tashrif buyuring va o'zingizga mos kelgan prop hisobni sotib oling.